bugun negativ yoshdan oshgan. Ayniqsa EXIM 65 yosh atrofidagi o'zbekistonliklar uchun juda muhim va jiddiy mavzuni tushuntiraman. Avgust oyidan boshlab ko'pchilik oddiy charchoq, issiq urdi, bosim biroz ko'tarildi. Yuragim siqildi-yu o'tib ketdi deb e'tiborsiz qoldiradigan holatlar aslida infarkt, insult, qandli diabet asorati, qon bosimi inqirozi va buyrak muammolariga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz yoki o'zingiz shu yoshda bo'lsangiz, albatta oxirigacha eshiting. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyorlanish uchun gapiryapman. Hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'pchilik yozning boshida iyun va iyul oylarida issiqqa asta-sekin ko'nikadi. Ertalab ishga chiqadi. Kunduzi biroz dam oladi. Kechqurun salqin tushganda yuradi. Organizm ham o'zini moslashtirishga harakat qiladi. Ko'proq terlaydi, tomirlar kengayadi, yurak tezroq ishlaydi, buyraklar suv-tuz muvozanatini ushlab turadi. Lekin avgust oyida vaziyat o'zgaradi. Issiq kunlar davom etadi, organizm esa allaqachon charchagan bo'ladi. Odam yoz boshidagi kabi kuchli emas. Uyqu buzilgan, terlash ko'p bo'lgan, suv kam ichilgan, tuz va mineral muvozanati buzilgan. Ba'zi odamlar ta'til, to'y, mehmondorchilik, shirin mevalar, yog'li ovqatlar, gazli ichimliklar sababli qand va bosimni nazoratdan chiqarib yuborgan bo'ladi. Mana shu joyda eng yomon xabar boshlanadi. Qartim 65 yoshdan oshgan odamlarda avgust oddiy oy emas. Bu yurak qon tomir tizimi, miya tomirlari, buyrak qandli diabet va qon bosimi uchun sinov oyidir. Ayniqsa O'zbekistonda avgustda havo issiq, ayrim hududlarda quruq, shamol, chang, namlik, kechasi ham yetarlicha salqin bo'lmasligi ko'p uchraydi. Bunday paytda odam o'zini men hali yoshman deb o'ylasa ham, organizm ichkarida boshqacha ishlayotgan bo'ladi. Eng katta o'zgarish shuki, yosh o'tgan sari tana issiqqa avvalgidek tez moslasha olmaydi. 25 yoshdagi odam issiqda ko'proq terlab, suv ichib, bir kechada tiklanib ketishi mumkin. Lekin 45 yoshdan keyin tomirlarning elastikligi kamayadi, qon bosimi o'zgaruvchan bo'ladi, yurakning zaxirasi pasayadi. Buyraklar suyuqlikni avvalgidek tez boshqara olmaydi. Ehir yoshdan keyin esa ko'pchilikda yashirin muammolar bo'ladi. Biroz yuqori bosim, xolesterin, qorin atrofida yog' yig'ilishi, jigarda yog'lanish, qand oldi holati, bo'yin tomirlarida to'rayish, yurak ritmida mayda buzilishlar. Odam buni sezmasligi mumkin, chunki bu kasalliklar baqirib kelmaydi. Ular sekin keladi, keyin bir kun issiq suvsizlanish, stress yoki og'ir ovqat fonda birdan kuchayadi. Masalan, oldin siz bir ejimga chiqqan bosimni sezmas edingiz. Lekin avgustda suv kam ichsangiz, kunduzi quyoshda yursangiz, kechqurun sho'r ovqat yesangiz, ertasi kuni bosim 1.90 ga chiqishi mumkin. Bu esa insult xavfini keskin oshiradi. Yoki qandli diabeti bor odam yozda tarvuz, uzum qovun, shirin choy, non va palov ko'proq iste'mol qiladi. Meva-ku zarar qilmaydi deb o'ylaydi. Lekin qand immundik 11 gacha chiqib ketishi mumkin. Qand yuguri bo'lsa, qon quyuqlashadi, odam ko'p siyadi, suvsizlanadi, yurakka yuk tushadi. Bu ham infarkt va insult xavfini oshiradi. Birinchi guruh qon bosimi borlar. Agar sizda bosim vaqti bilan 1000/o'qildan oshsa, bu oddiy emas. Ayniqsa 1000/100, 1700, 1010 kabi raqamlar chiqsa, bu xavfli. Avgustda issiq sababli ba'zida bosim tushib ketadi. Ba'zida esa aksincha keskin ko'tariladi. Odam dori ichib yurgan bo'lsa ham, suvsizlanish dorining ta'sirini o'zgartiradi. Hayotiy misol, 52 yoshli erkak deylik, Toshkentda ishlaydi. Ertalab nonushta qilmaydi. 2 piyola achchiq choy ichadi. Soat 11 dan 15 gacha ko'chada yuradi. Suv ichmaydi, chunki ko'p siyaman deb qo'rqadi. Kechqurun uyga kelib bosh og'rig'ini sezadi, ko'zi oldi qorong'ulashadi. Bosimni o'lchasa 1000/1.5. Agar u shu holatda yotib olsam o'tadi, desa xato qiladi. Bu holat insult oldi vaziyat bo'lishi mumkin. Ayniqsa qo'l uvishsa, til chuchuklashsa, gapirish qiyinlashsa, yuz qiyshagandek bo'lsa. Zudlik bilan tez yordam chaqirish kerak. Ikkinchi guruh yuragida muammosi borlar. Yurak siqilishi, ko'krakning chap tomoni og'rishi, nafas qisishi, tez charchash, zinadan chiqqanda hansirash. Yurak urishi notekis bo'lishi, bularni e'tiborsiz qoldirmang. Avgustda organizm sovish uchun tomirlarni kengaytiradi. Yurak ko'proq qon haydashga majbur bo'ladi. Agar tomirlarda xolesterin bilyashkalari bo'lsa, yurakka qon yetishi
yomonlashadi. Misol, betdagi yoshli ayol bozorda savdo qiladi. Har kuni issiqda turadi, tushlikni vaqtida qilmaydi. Suv o'rniga shirin kompot ichadi. Bir kuni ko'kragida bosuvchi og'riq paydo bo'ladi. Og'riq chap qo'lga, yelkaga yoki jag'ga beradi. U oshqozonim deb o'ylaydi. Lekin bu infarkt belgisi bo'lishi mumkin. Infarktda hamma ham kinodagidek yerga yiqilmaydi. Ba'zida faqat ter bosadi, ko'ngil ayniydi. Holsizlik bo'ladi, ko'krak siqiladi. Ayniqsa ayollarda belgilari noaniq bo'lishi mumkin. 3-guruh qandli diabeti borlar yoki qand oldi holatidagi odamlar. Agar och qoringa qandingiz 6 dan yuqori bo'lsa, ovqatdan keyin shekasi anga chiqsa, bu ogohlantiruvchi belgidir. Avgustda meva ko'p, odam o'zini to'xtata olmaydi. Qovun, tarvuz, uzun shaftoli foydali, lekin me'yor bor. Bir o'tirishda yarim tarvuz, katta likopcha uzun, ustiga non va choy bu qonni oshiradi. Misol, 6 yoshli inson kechqurun faqat meva yedim, ovqat yemadim deydi. Aslida u bir katta kosa uzun, 2 tilim qovun, shirin choy ichgan. Ertalab og'zi quriydi, ko'p suv ichadi. Ko'p siyadi, boshi og'riydi. Bu qand oshgandan bo'lishi mumkin. Agar qand o'tmichi bo'lsa, bu oddiy charchoq emas. Bunday holatda shifokor bilan bog'lanish kerak. 4-guruh buyrak va siydik yo'llari muammosi borlar. Issiqda suv kamayadi, siydik quyuqlashadi, buyrakka yuk tushadi. Ayrimlar oyoq shishgani uchun suv ichishni kamaytiradi. Bu ham xato bo'lishi mumkin. Chunki shishning sababi buyrak. Tomir yoki dori ta'siri bo'lishi mumkin. Suvni mutlaqo kamaytirish ba'zan buyrakni yanada qiynaydi. 5-guruh ortiqcha vaznli odamlar. Qorin atrofida yog' bo'lsa, yurak, o'pka, tomirlar issiqda ko'proq qiynaladi. Ortiqcha vaznli odam ko'proq terlaydi, tez suvsizlanadi, harakatni tez hansiraydi. Bundan tashqari, ortiqcha vazn ko'pincha yuqori bosim, qand, xolesterin bilan birga yuradi. Agar siz 40-35 yosh orasida bo'lsangiz. Lekin bosimingiz odatda 120 yoki 130 atrofida bo'lsa, qandingiz me'yorda bo'lsa, xolesteriniz nazoratda bo'lsa, chekmaysiz. Har kuni me'yorda yurasiz. Dori ichsangiz uni muntazam qabul qilasiz. Unda xavf ancha past bo'ladi. Lekin past degani yo'q degani emas. Issiq hammani sinaydi. Agar siz sog'lom bo'lsangiz ham quyosh tig'ida 2-3 soat yurish, suvsiz qolish, birdan sovuq dushga tushish, muzdek ichimlikni ko'p ichish, kechasi og'ir ovqat yeyish sizga ham zarar berishi mumkin. Birinchi nozik nuqta, bosim tushib ketdi. Dorini ichmay qo'ya qolaman degan xato. Issiqda ba'zi odamlarda bosim vaqtincha pasayadi. Masalan, odatda 1-2 bo'ladigan bosim 1.5 ga tushishi mumkin. Keyin 2 kun o'tib tana suvsizlanadi. Uyqusizlik qo'shiladi, stress bo'ladi va bosim birdan 1-2 qismga ko'tariladi. Dorini o'zboshimchalik bilan to'xtatish xavfli. Dorini o'zgartirish faqat shifokor bilan kelishib qilinadi. Ikkinchi nozik nuqta, ko'p suv ichsam shishaman degan qo'rquv. Ayrim yurak yoki buyrak kasalliklarida suyuqlik miqdorini shifokor belgilaydi. Lekin ko'pchilik odamlar suv ichmasdan yuradi. Keyin qon quyuqlashadi. Bosh og'riydi. Yurak tez uradi, ich qotadi, buyrak qiynaladi. Suvni me'yorida bo'lib ichish kerak. Bir mahalda 1 litr emas, har 36 daqiqada bir necha qultum. 3-nozik nuqta, choy, kola, sharbat suvning o'rnini to'liq bosmaydi. Achchiq choy, kofe, gazli ichimliklar ba'zida siydik haydashni kuchaytiradi. Qandli ichimliklar esa qonni oshiradi. Eng oddiy toza suv eng foydali tanlovdir. Agar ko'p terlasangiz. Ayrim holatlarda mineral suv yoki shifokor tavsiya qilgan elektrolitlar kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik nuqta, terladim, demak ozdim degan noto'g'ri fikr. Terlash bilan yog' erimaydi. Terlash bilan suv va tuz chiqadi. Siz tarozida 1 kilo kamayganingizni ko'rsangiz, bu asosan suv yo'qotish bo'lishi mumkin. Keyin suv ichsangiz qaytadi. Shu sababli issiqda o'zingizni och qoldirib, ko'p terlash orqali ozish xavfli. 5-nozik nuqta, sovuqxona va issiq ko'cha orasidagi keskin farq. Konditsioner o'g'indagi darajada ishlasa, ko'chada qatim daraja bo'lsa, tomirlar keskin torayib kengayadi. Bu bosim va yurakka ta'sir qiladi. Ayniqsa terlab kelib, darhol sovuqxonaga kirish yoki sovuq dushga tushish ba'zi odamlarda yurak ritmini buzishi mumkin. Konditsionerning me'yorida. Masalan, 24-26 daraja atrofida ishlatish ko'proq xavfsiz. 6-nozik nuqta, tungi xavf. Ko'pchilik kunduzi ehtiyot bo'ladi, lekin kechasi to'y, mehmon kabob, osh, sho'r, bodring, shirin ichimlik, qovun tarvuzdan keyin uxlaydi. Tunda bosim ko'tarilishi, yurak urishi tezlashishi, qand oshishi mumkin. Ertalab esa odam bosh og'rig'i
ko'ngil aynishi holsizlik bilan uyg'onadi. Issiqdan bo'lsa kerak dedi. Aslida bu bosim yoki qand bo'lishi mumkin. 7-chi nozik nuqta belgilarning aralashib ketishi. Issiq urishi, qand tushishi, qand oshishi, bosim ko'tarilishi, infarkt, insult bularning ba'zi belgilari bir-biriga o'xshaydi. Masalan, holsizlik, terlash, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi hammasida bo'lishi mumkin. Shuning uchun karton yoshdan keyin uyda albatta tonometr, yana bosim o'lchagich bo'lishi kerak. Qand muammosi borlarda glyukometr ham bo'lishi kerak. Birinchi qadam bosimni nazorat qiling. Agar siz yoshdan oshgan bo'lsangiz, avgust oyida kamida haftasiga 3-4 marta bosim o'lchang. Agar sizda gipertoniya bo'lsa, har kuni ertalab va kechqurun o'lchang. O'lchaganda darhol yugurib kelib o'lchamang. 5 daqiqa tinch o'tiring. Qo'l yurak darajasida bo'lsin, manjeta to'g'ri taqilsin. Natijani daftarga yozing. Sana, vaqt, bosim, puls o'zingizni qanday his qilganingiz. Ikkinchi qadam qonni tekshiring. Agar qandli diabetingiz bo'lsa, shifokor aytgan tartibda o'lchang. Agar diabet yo'q, lekin qorin kattalashgan, tez chanqaysiz, ko'pchasiz, uyqu bosadi, og'iz quriydi. Oilada diabet bor bo'lsa, poliklinikaga borib, och qoringa glyukoza va glikozillangan gemoglobin tahlilini topshiring. Glikozillangan gemoglobin oxirgi 2-3 oydagi qand holatini ko'rsatadi. 3-qadam suv ichish rejimini tuzing. Men bitta umumiy raqamni hammaga majburlamayman, chunki yurak va buyrak kasalligi borlarda me'yor boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin sog'lom yoki nisbatan sog'lom odamlar issiqda suvni unutmasligi kerak. Ertalab uyg'onganda 1 stakan suv, ishga ketishda yoningizda suv, kunduzi quyoshda bo'lsangiz tez-tez oz-ozdan iching. Siydik juda to'q sariq bo'lsa, bu ko'pincha suvsizlanish belgisi bo'lishi mumkin. 4-qadam. Quyosh tig'ida yurishni cheklang. Ayniqsa soat 10 minutdan 17 minutgacha. Agar ishlashga majbur bo'lsangiz, bosh kiyim kiying. Och rangli keng kiyim tanlang. Har 30 daqiqada soyaga o'ting. Bozorda, dalada, qurilishda, taksida yoki ko'chada ishlaydiganlar buni juda jiddiy qabul qilish kerak. 5-qadam. Ovqatni yengillashtiring. Avgustda yog'li qovurilgan, juda sho'r ovqatlar bosim va yurakka yuk bo'ladi. Palov, kabob, manti, somsa, sho'rvalar butunlay taqiqlandi demayman, lekin me'yor kerak. Kechqurun og'ir ovqat yemang. Sabzavot, ko'kat, yengil oqsil, me'yorida meva yaxshi. Qandli diabeti borlar mevalarni ham sanab, me'yor bilan yeyish kerak. Uzumni o'zgina deb katta kosa bilan yeyish mumkin emas. 6-qadam. Dorilarni o'zboshimchalik bilan o'zgartirmang. Qon bosimi dorisi, yurak dorisi, qand dorisi, qonni suyultiruvchi dori ichayotgan bo'lsangiz, shifokor bilan maslahatlashmasdan to'xtatmang. Qo'shnim ichmay qo'ydi, internetda aytishdi. Bugun bosimim yaxshi degan sabablar dori to'xtatish uchun yetarli emas. Ayniqsa qonni suyultiruvchi dorilarni noto'g'ri qabul qilish ham xavfli, to'xtatish ham xavfli. 7-qadam hujjat va tibbiy ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Uyda alohida papka qiling. Unda pasport nusxasi, tibbiy karta ko'chirmalari, oxirgi EKG, qon tahlillari, qand tahlili, xolesterin natijalari, ichayotgan dorilar ro'yxati bo'lsin. Dorilar ro'yxati nomi, dozasi, kuniga necha marta ichilishi yozilsin. Favqulodda holatda tez yordam yoki shifokor uchun bu juda muhim. 8-qadam. Qaysi belgida darhol tez yordam chaqirishni biling. Ko'krakda bosuvchi og'riq 5-10 daqiqadan ko'p davom etsa, og'riq chap qo'lga, yelkaga, jag'ga bersa, sovuq ter bossa, nafas qisib qolsa kutmang. Yuz qiyshayishi, bir qo'l yoki oyoq kuchsizlanishi, ko'pirish buzilishi, to'satdan ko'rish yomonlashishi, kuchli bosh og'rig'i bo'lsa, bu insult belgisi bo'lishi mumkin. Bosim bik-bik takton mektondan yuqori bo'lib, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, ko'rish xiralashishi, ko'krak og'rig'i bo'lsa, bu ham xavfli. 9-qadam. Poliklinikaga oldindan boring. Muammo bo'lgandan keyin emas, hozir. Terapevtga, kardiologga, endokrinologga murojaat qiling. Eng kamida qon bosimi, umumiy qon tahlili, qand, xolesterin, kreatinin, siydik tahlili, EKG tekshiruvlarini qildiring. Agar shifokor kerak desa, yurak UTT, bo'yin tomirlari tekshiruvi, buyrak tekshiruvi ham qilinadi. 10-qadam oila a'zolaringiz bilan kelishib oling. Uyda kimning bosimi bor, kim qand dorisi ichadi, kimda yurak muammosi bor, hamma bilsin. Dorilar qayerda turadi? Tez yordam raqami, yaqin shifoxona, oilaviy shifokor raqami yozib qo'yilsin. Keksa ota-onangiz yolg'iz yashasa, avgust oyida ularga har kuni qo'ng'iroq qiling. Faqat yaxshimisiz demang, aniq so'rang. Bosimingiz necha, suv ichdingizmi? Boshingiz aylanmayaptimi? Ko'kragingiz og'rimayaptimi?
Qandingizni o'lchadingizmi? Qartiqcha 65 yoshdagi ko'p odamlar hali faol ishlaydi. Kimdir dalada, kimdir qurilishda, kimdir haydovchi, kimdir bozorchi, kimdir uyda nevaraga qaraydi. Men ishlamasam bo'lmaydi degan gapni yaxshi tushunaman. Lekin sog'lik ketgandan keyin ish ham, daromad ham, oila ham qiynaladi. Agar siz haydovchi bo'lsangiz, issiq salonda uzoq o'tirmang, suv olib yuring. Boshingiz aylansa mashina haydamang. Agar bozorda ishlasangiz, soyabon, ventilyator, suv, bo'sh kiyim majburiy. Agar qurilishda ishlasangiz, rahbar bilan dam olish vaqti haqida gaplashing. Agar uy bekasi bo'lsangiz, oshxonada gaz oldida uzoq turish ham issiq zarba beradi. Ovqatni ertalab yoki kechroq tayyorlang, oshxonani shamollating. Eng xavfli xato simptomlarni o'tib ketadi deb kutish. O'zbekistonliklarda sabr kuchli. Lekin ba'zan ortiqcha sabr zarar qiladi. Infarktda ham, insultda ham vaqt juda muhim. Birinchi soatlar hal qiluvchi bo'ladi. Vaqtida murojaat qilinsa, inson hayotini saqlab qolish, nogironlikning oldini olish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Kechiksa oqibat og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ekspert sifatida aytaman. Avgustda 40-35 yoshdan oshganlar o'zini yosh yigit qizdek tutmasligi kerak. Bu qo'rqish degani emas. Bu aqlli bo'lish degani. O'z tanangizga qo'g'loq soling, raqamlarni kuzating, dorilarni to'g'ri iching, issiqni mensimang. Bugungi asosiy fikr shuki. Avgust oyida 35 yosh va undan katta o'zbekistonliklar uchun eng katta xavf issiqning o'zi emas, issiq fonida yashirin bosim, yurak, qand, buyrak va tomir muammolarining kuchayishidir. Oldin bilinmagan kasallik aynan shu davrda yuzaga chiqishi mumkin. Bosimni o'lchang, qonni nazorat qiling, suv iching, quyosh tig'idan saqlaning. Dorilarni o'zboshimchalik bilan to'xtatmang va xavfli belgilar bo'lsa, darhol tez yordam chaqiring. Sizning oilangizda 40 yoshdan oshgan insonlar bormi? Avgustda bosim, yurak yoki qand bo'yicha muammo sezganmisiz? Izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, yaqinlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Bitta vaqtda aytilgan ogohlantirish bir insonning hayotini saqlab qolishi mumkin.